ichki kasalliklarni qanday bilsak bo'ladi degan savollar berishadi. Birinchi navbatda bitta narsani yodda saqlashingiz kerak. Butun bitta tanangizning ahvoli, holati, kayfiyatingiz, quvvatingiz, asabingiz, ya'ni jahlingizning hammasi bu ichki holatingizga bog'liqdir. Agarda ichki holatingizni bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsalarga e'tibor berasiz. Keyin esa siz teringizning rangiga qarang. Ba'zi bir holatlarda terida toshmalar toshayotgan bo'lsa, demak unda yaxshi emas. Terida ba'zida sal noxush hidlar keladi. Unaqa bo'lsa ham demak ichki holatingiz yaxshi emas. Yoki bo'lmasam ba'zi bir holatlarda og'izdan noxush hidlar keladi, yoki tishlar to'kilib boshlaydi, yoki bo'lmasam qo'l oyoq holsizlanadi, charchab boshlaydi, ovqat hazm qilish qiynaladi, ovqat yeganda